Navbatdagi masalani e'tiboringizga havola qilamiz. Mana koordinata tekstigida mana bu yerda kvadrat berilgan. Mana bu to'g'risizlik bu nuqtasida o'tgan 3x to'g'risizlik. Mana bu to'g'risizlik 2x plus 3y teng 12 to'g'risizlik. Tenglamasi berilgan. Demak, buni kech nuqtalarini topamiz oldin. Mana kvadrat yuzi so'ralyapti. X o'rniga 0 qo'ysak, y 4 degan nuqtada kesadi. Y ni o'rniga 0 qo'ysak, x 6 degan nuqtada kesadi. Mana 4 6 nuqta. Endi bunday qilamiz. Demak, mana bu masofa bizda 4 ga teng. Endi mana bu yerdagi nuqta, mana bu nuqtani koordinatasi a-yu 3a bo'ladi. Nimaga desangiz, a qo'yadigan bo'lsak, demak x o'rniga y 3a koordinataga ega bo'ladi. Endi a deganimiz nima? E'tibor beringlar. Mana a deganimiz x dan olinadigan koordinata. Mana x dan a. Mana bu nuqta aniqrog'i. Mana bu nuqta a nuqta. Demak, a bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer a bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer a bo'ladigan bo'lsa, mana bu tomon u holda y dan olinadigan koordinata, e'tibor beringlar, mana y dan olinadigan koordinata a bo'ladigan bo'lsa, y dan olinadigan koordinata 3a ga teng. Ya'ni mana bu umumiysi 3a ga teng bo'ladi. Endi mana bu yer ham kvadrat bo'lgandan keyin u holda demak 3a deganimiz 4 va a ning yig'indisiga teng bo'lyapti. Ya'ni 3a deganimiz 4 va a ning yig'indisiga teng bo'lyapti. Bu yerdan 2a 4 ga teng, kvadrat tomon 2 ga teng. U holda kvadratning yuzi 2 ning kvadrati teng 4 kvadrat birlikka teng bo'ladi.